G'oliblikni maqsad qilgan barcha ishtirokchilar qatorida Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovining Buxoro viloyat bosqichida ishtirok etayotgan Kogon shahar 5-umumiy o'rta ta'lim maktabining yosh iste'dod ansambli jamoasi yana bir bor katta sahnada ijro mahoratlarini namoyish etishganidan mamnun. Ayni paytda Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda kelajak markazlari tomonidan tashkil etilgan Iqtidor maktab ansambli ko'rik tanlovi Buxoro viloyat bosqichida ishtirok etyapmiz. O'ylaymanki, ustozimizni bir yillik mehnatlarini zoya ketkazmasdan birinchi o'rinni qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Joriy yilning aprel oyida Buxoro viloyatining 13 ta tuman shaharlarida o'tkazilgan Iqtidor maktab ansambli tanlovining mahalliy bosqichlarida ishtirok etgan jami 515 ta jamoaning 4120 nafar ishtirokchilari orasidan eng yaxshisi sifatida saralanganlari Buxoro viloyat bosqichida iste'dodlarini namoyon etdi. Iqtidor maktab ansambli tanlovining Buxoro viloyat bosqichida mana o'tgan yilga nisbatan o'tgan yil 500 ta jamoalardan arizalar kelib tushgan bo'lib, bu safar esa bu yilgi tanlovda 1000 ga yaqin jamoalar ishtirok etish istagini bildirgan. Bu esa o'z navbatida iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashda, ularning iste'dodini katta sahnalarga namoyish etishga xizmat qilmoqda. Yosh avlodning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda milliy musiqa an'analarini keng targ'ib etishga qaratilgan ushbu tanlovda 6-10 sinf o'quvchilaridan iborat jamoalar kuy chalib berish borasida bellashishdi. Biz o'tgan yili ham xuddi shunday tanlovda kelib, faxrli o'rinlarni olgan edik. Bu yil ham biz xuddi shunday viloyat bosqichiga kelib, birinchi o'rinni va respublika bosqichiga borib, xuddi shunday faxrli o'rinlarni olib, xorijiy davlat sayohatiga borishni xohlaymiz. Har bir jonli chiqish o'ziga xos uslub, ijodiy yondashuv va badiiy ifoda bilan ajralib turdi. Yosh iste'dodlar nafaqat ovoz va soz orqali, balki sahna madaniyati, jamoaviy hamjihatlik va ichki ishonch orqali ham o'z salohiyatini namoyon etdi. Har bitta tumanni o'sha chiqishlari bizni hayratga soldi. Sababi o'sha kiyinishidan tortib cholg'i asboblari deysizmi, har bittasi e'tibor berilgan maktab tomonidan. Undan tashqari jamoalarni o'sha ijro madaniyati ham, ijro mahorati ham ancha professionallashgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Hakamlar hay'ati tomonidan saralangan eng yaxshi jamoa respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi.